Yaqinda to'yimiz bo'lishini unutmadingmi? Yo'q. Albatta yo'q. Lekin nimasi yomon? Tushunmayapsanmi? Meni rafiqam o'zini bunday tutmasligi kerak. Umuman olganda hech kimni rafiqasi bunday qilmasligi kerak. Sen boshqa erkaklar bilan bemalol yura olmaysan. Lekin men boshqa erkaklar bilan aylanib yurganim yo'q. Pablo otam tengi erkak, u qiziqarli ma'lumotlarni U senga hech narsani gapirmasligi kerak. Senga meni hikoyalarim yetarli. Menga buyruq berma. Sen esa o'zingni yengil tabiat ayollardek tutma, tushunarlimi? Bunday choldan ko'ngling aynishi kerak. Meni uyaltirma. Men seni boshqacha deb o'ylagandim. Qanaqa ekan? Munosib qiz. Yana qanaqa munosib? O'zing bilasan-ku. Gapimni o'qib ol. U bilan yana bir marta uchrashsang, meni unut.